Yaxshilab oldingizmi? Yaxshi. Muammo akamiz kelgan paytda o'g'li bilan qizni olib kelgan. Davrida 220 davrlarida kelgandi. Ya'ni kriz bo'lgan. Gapirishda ozgina o'zgarish bor edi. Qanday holat hozir? Davrida necha ekan? 130 ga 80. Yaxshi, 220 dan 130 ga normal. Ja 120 qilib qo'ysak ham o'zidan ketib qoladi odam. O'zi qanday? Bosh qanday? Eng asosiysi. Bosh yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi. Oldinagidek bir shumla ketib, ochildi bo'lib. Ketdi, ochildi. Ochildi. Gapirish qanday? Yaxshi. Gapirish asabiylashmasangiz yaxshi. Sal qizishib ketsa sal borligini. U sekin-sekin ketadi, lekin o'zingizdan ham ozgina yordam kerak-da menga. Bugun nechinchi kunsiz bilan? 5. 5-kun, ha? Bugun 5-kun tugayapti. Yotamizmi hali 2-3 kun? Xatayapmi? Bugun bo'ldi. To'rsada endi. Darajada yotishingiz-a barasida. 5 kun yotdimi deydi. 5 kun yotdim endi. Analizda chiqdi-ku. Analizda yetdi, analiz yaxshi emas. Maslahatim hech bo'lmasa 2-3 kun yotib qo'ying. Chunki sizga men bilan buyragingiz bilan siydigingizni qilishim kerak. O'sha kunga aytdim o'g'lingizga. Ertaga 3 kundan keyin o'sha narsa chiqadi. Maslahat. Baloga ketsin qa. Kecha men uni olib kirsin, chunki topshirdim-ku, analiz topshirdim, siydik topshirdim. Buyrakda ham muammo chiqyapti. Siydik yo'lda. Endi aytmoqchi bo'lgan bitta boshni to'liq davolamoy. Degandan keyin. Shunda bir ko'nglingiz to'q bo'ladi. Hech bo'lmasa 2-3 kun. Ja, o'toyingiz uyda davlat qo'ygan o'zi. Chunki boshda 2-3 kun nazoratimni ostida olishingiz kerak. Keyin qanday ko'radi,